Salom berdik qadrli kuzatuvchim. Bugungi dasturimizda futbol tarixida o'chmas iz qoldirgan futbolchi, afsonaga aylangan futbolchi Serxio Aguero haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. To'liq ismi: Serxio Leonel Aguero del Castillo. 1988-yil 2-iyunda Buenos Airesning Quilmes provinsiyasida tavallud topgan. Aguero argentinalik futbolchi, Independiente, Atletico Madrid, Manchester City va Barselona klublarida, shu bilan birgalikda Argentina terma jamoasida hujumchi sifatida to'p surgan. 2003-yil 5-iyulda 15 yoshli Aguero Argentina chempionatida debyut qilgan va Maradonaning rekordini yangilagan. Aguero odatda formasiga Kun Aguero laqabidan foydalangan. Kun laqabini esa unga bobosi bergan. Bolaligidagi multfilm qahramoniga atab, Aguero Argentina o'smirlar va yoshlar terma jamoalariga chaqirilgan va 17 yoshlilar chempionati hamda 20 yoshlilar o'rtasidagi jahon chempionatlarida sovringa ega chiqqan. 2008-yili Pekin Olimpiadasida Argentina bilan oltin medallarni qo'lga kiritgan. Aguero 2010, 2014 hamda 2018-yilgi jahon chempionatida Argentina sharafini himoya qilgan. U jahon chempionatlarida 12 bor maydonga tushib, 2 bor raqib darvozasini ishg'ol etgan. Aguero Amerika kuboklarida 2011, 2015 kumush, 2016 kumush, 2019 bronza va 2021 oltin medalni qo'lga kiritgan. Aguero 2006-yili Ispaniyaning Atletico Madrid klubiga Argentinaning Independiente klubidan 23 million yevro evaziga ko'chib o'tgan va Atletico bilan 234 ta o'yinda 101 goli bilan birga 2010-yilgi Yevropa Ligasi va Yevropa Superkubogini qo'lga kiritdi. 2011-yili Aguero 35 million yevro evaziga Manchester City safiga ko'chib o'tdi. Aguero shaharliklar tarixidagi eng yaxshi to'p urar hisoblanadi. Aguero 2011-yilgi Amerika kubogidan so'ng Atletico safiga qaytmaydi. U shaharliklar bilan Atletico o'rtasidagi muzokaralar tugashini kutgan 26-iyulda esa shaharliklar tomon shartnoma va tibbiy ko'rik uchun uchib borgan. 28-iyulda esa u City bilan 5 yillik shartnomaga imzo chekkan. 2005-yili Aguero Newcastle darvozasiga 20 daqiqada 5 ta gol kiritgan. 2016-yili shaharliklar Aguero bilan shartnomani uzaytirishgan 2020-yilgacha. 2019-yili Aguero o'zining professional futboldagi 400-golini Bournemouth darvozasiga kiritgan. 2021-yili Aguero shaharliklar bilan xayrlashib, Espan Grande Barselona safiga qo'shilgan. Barselona bilan 2 yillik shartnomaga imzo chekkan. 2021-yili 30-oktyabrda Aguero Alavesga qarshi bahsda og'riq tufayli zaxiraga olinadi. Tekshiruvda unda taxikardiya aniqlangan. Shu yilning 15-dekabrida Aguero yuragi bilan bog'liq muammolar tufayli faoliyatini rasman tugatganini e'lon qilgan. Aguero Ispaniya fuqarolik pasportiga ham ega. U Diego Maradonaning kuyovi. 15 ta sovrin bilan shaharliklarning eng titulli futbolchisi hisoblanadi. U shaharliklar bilan 10 yil birga bo'ldi, 5 marta Angliya chempionligini qo'lga kiritdi. Hozirda Aguero futbol tahlilchisi sifatida ish faoliyatini yuritmoqda. U futbolni tark etgan bo'lsa-da, futboldan uzoqlashgani yo'q. Aguero bu shunchaki hujumchi emas, u so'nggi daqiqalarda tarixni o'zgartira oladigan futbolchi. Uning gollari, uning nomi futbol tarixida abadiy qoladi. Yashil maydon kanaliga obuna bo'ling, hali oldinda sizga yaxshilarni ilinamiz.